Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun siz bilan har biringiz uchun ayniqsa hozirgi qaltis davrda g'oyat muhim bo'lgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Bu sizning hamyoningizga, oilangiz farovonligiga bevosita ta'sir qiluvchi masala. Ko'pchilik bilmaydigan, e'tiborsiz qoldiradigan, ammo natijada katta miqdordagi mablag'lardan quruq qolishiga sabab bo'layotgan bir jihat haqida so'z boradi. Agarda siz bugungi videodagi ma'lumotlarga quloq tutmasangiz, ehtimol davlat tomonidan ajratiladigan muhim qo'shimcha to'lovlardan, nafaqalar va ijtimoiy yordamlardan umuman mahrum bo'lishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Siz bu to'lovlarni ariza topshirmasdan olmasdan qolasiz. Bu xabarni eshitib, bu meni qiziqtirmaydi, menga tegishli emas deb o'ylashga shoshilmang. Bu ma'lumotlar mamlakatimizning har bir fuqarosi uchun dolzarb. Hozirda millionlab insonlar mana shu oddiy qoidani bilmagan yoki unga beparvolik qilgani sababli o'zlariga tegishli bo'lgan yuz minglab, hatto millionlab so'mlik mablag'lardan bebahra qolmoqda. Shuning uchun iltimos, diqqatingizni jamlang, videoni oxirigacha ko'ring. Bu har bir so'zingiz qimmatga ega bo'lishi mumkin. Va albatta hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim xabar yanada ko'proq odamlarga yetib boradi. Xo'sh, muammoning ildizi nimada? Keling, avvalroq qanday bo'lgani va hozir nimalar o'zgarganini oddiy tushunarli tilda tushuntirib beray. Bir necha yil avval ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar ma'lum bir toifadagi fuqarolarga nisbatan, deylik, nogironligi bor shaxslarga, yolg'iz keksalar yoki kam ta'minlangan oilalarga avtomatik tarzda, ya'ni ularning qo'shimcha arizasiz tayinlanishi mumkin edi. Axir davlat organlarida bu insonlar haqida ma'lumotlar mavjud bo'lar edi-da, shunday emasmi? Garchi to'liq avtomatik tizim mavjud bo'lmasa-da. Ba'zi holatlarda mahallalarda yoki tegishli tashkilotlarda ro'yxatda turganlikning o'zi yetarli bo'lardi. Masalan, pensiya jamg'armasi shaxsning yoshi pensiya yoshiga yetganini aniqlab, ba'zi hollarda o'zi murojaat qilishi mumkin edi. Yoki nogironligi bor shaxslar tibbiy komissiya xulosasiga ko'ra avtomatik tarzda ro'yxatga olinardi. Ba'zi moddiy yordam turlari ham mahalladagi ijtimoiy holat o'rganilgandan so'ng faollar yig'ilishi qarori bilan belgilanardi va fuqaroning o'zi bevosita ariza berishi shart bo'lmasdi. Bu holatda to'lovlar tayinlash jarayoni ko'proq davlat tashkilotlarining tashabbusi bilan amalga oshar edi. Fuqarodan talab qilinadigan esa shunchaki ro'yxatda turish yoki tegishli ma'lumotlarga ega bo'lish edi, xolos. Bu ba'zan qulay tuyulsa-da, tizimning shaffof emasligiga, adolatsizliklarga va hatto korrupsiyaga yo'l ochishi mumkin edi. Ba'zi odamlar haqli bo'lsa-da, ularga mablag'lar yetib bormasdi. Ba'zilari esa bunga haqli bo'lmay turib, ro'yxatga kiritilishi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgargan. Oxirgi yillarda, ayniqsa raqamli texnologiyalar joriy qilinishi bilan ijtimoiy himoya tizimida katta islohotlar amalga oshirildi. Davlat xizmatlari endi yanada shaffof, adolatli va manzilli bo'lishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Endi ijtimoiy yordam, nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa ko'plab qo'shimcha to'lovlar aniq belgilangan tartib va qoidalarga asosan faqatgina fuqaroning o'zi tomonidan topshirilgan ariza asosida tayinlanadi. Avtomatik ravishda uyda o'tirganingizda sizga hech kim pul olib kelib bermaydi. Agar siz haqli bo'lsangiz ham, davlat sizni bilishi mumkin, ammo siz o'zingizning huquqingizni talab qilib murojaat qilmasangiz, mablag'lar sizning hisobingizga tushmaydi. Bu tizimning asosiy g'oyasi davlat har bir fuqaroning shaxsiy ehtiyojlarini aniqlashda uning faol ishtirokini ta'minlashdir. Bu adolatliroq tizimni yaratadi. Chunki faqatgina chindan muhtoj bo'lganlar, o'z ehtiyojini bildirganlar yordamga ega bo'lishi kerak. Bu bir tomondan ortiqcha sarf xarajatlarning oldini olsa, ikkinchi tomondan byurokratik to'siqlarni kamaytirib, xizmatlarning tezkorligini oshiradi. Ammo buning evaziga fuqarolardan biroz faollik talab qilinadi. Endi siz shunchaki mavjud ro'yxatda turish bilan cheklanib qolmaysiz, balki o'z huquqingizni o'zingiz talab qilishingiz kerak bo'ladi. Agar shu kichik qadamni tashlamasangiz, o'z haqqingizdan mahrum bo'lishingiz aniq. Keling endi aynan qaysi to'lovlar haqida gap ketayotganini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz bilishingiz shart bo'lgan eng muhim qism. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi? Birinchi muhim to'lov turi bu kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam va bolalar nafaqasi. Bu ikkala to'lov ham bir vaqtning o'zida bir umumiy ariza orqali tayinlanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Agar sizning oilangizda o'rtacha bir jon boshiga to'g'ri keladigan daromad belgilangan eng kam miqdordan
ko'pincha bu miqdor doimiy o'zgarib turadi. Uni har doim Davlat xizmatlari markazidan yoki yagona reyestr tizimining rasmiy saytidan aniqlash mumkin. Oshmasa, siz albatta ariza berishingiz shart. Bu nafaqalar hozirda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali tayinlanadi va avtomatik ravishda hech qaysi oilaga berilmaydi. Agar siz o'zingizni kam ta'minlangan deb hisoblasangiz. Ammo hozirgacha hech qanday ariza bermagan bo'lsangiz, demak sizga tegishli bo'lgan yordamdan bebahra qolyapsiz. Keling, konkret bir misol ko'raylik. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashovchi Otabek ismli fuqaro. Xotini Maftuna va 3 nafar farzandi. 8 yoshli Asliddin, 5 yoshli Madina va 2 yoshli Diyorbek bor. Otabek qurilishda norasmiy ishlaydi va oylik daromadi taxminan 2 million so'm. Maftun uy bekasi. Oilada jami 5 kishi. Ularning bir oylik jami daromadi 2 million so'm. Agar biz bu summani oila a'zolari soniga bo'lsak, bir jon boshiga 400 ming so'm to'g'ri keladi. Faraz qilaylik. Hozirgi kunda kam ta'minlanganlik chegarasi bir jon boshiga 500 ming so'm etib belgilangan. Bu shartli raqam. Haqiqiy raqamni doim tekshirish kerak. Demak, Otabekning oilasi bu chegaradan pastda. Ular moddiy yordam va bolalar nafaqasiga haqli. Ammo Otabek, men qurilishda norasmiy ishlayman, menga baribir bermaydi yoki mening mahallam biladi-ku ahvolimni o'zlari tayinlaydi deb o'ylab ariza bermasdan yuribdi. Natijada nima bo'ladi? Otabekning oilasi har oy davlat tomonidan beriladigan bolalar nafaqasi, masalan, birinchi farzand uchun 325 ming so'm, ikkinchi farzand uchun qo'shimcha 133 ming so'm, uchinchi farzand uchun yana qo'shimcha 1 ming so'm. Bu raqamlar ham taxminiy doimiy o'zgarishi mumkin va moddiy yordam puli oilaning ehtiyojiga qarab, masalan, 5 ming so'm kabi jami bir necha 100 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lib qoladi. Yiliga bu degani millionlab so'm yo'qotishdir. Otabek faqatgina davlat xizmatlari markaziga borib yoki MyGov uz portali orqali elektron ariza topshirish kerak edi xolos. Ariza topshirganidan keyin maxsus tizim ularning ma'lumotlarini o'rganib, agar ular haqiqatan ham mezonlarga mos kelsa, nafaqalar tayinlanadi va har oy bank kartasiga o'tkaziladi. Otabekning oilasi bu mablag'larni hozirgi kunda juda zarur bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-kechak yoki farzandlarining ta'lim xarajatlariga sarflashi mumkin edi. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning oilangiz daromadi belgilangan chegaradan ancha yuqori bo'lsa yoki siz oilangiz daromadi yetarli ekanligiga ishonchingiz komil bo'lsa, unda bu nafaqalar sizga tegishli emas. Ammo shuni ham unutmangki, oiladagi vaziyat har doim o'zgarishi mumkin. Masalan, oila a'zolaridan kimdir ishini yo'qotsa yoki kutilmagan katta xarajatlar yuzaga kelsa, darhol ariza berishni o'rganib olish kerak. Ikkinchi muhim to'lov turi bu nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan kompensatsiyalar va imtiyozlar. Kim xavotirlanishi kerak? Agar sizda yoki oila a'zolaringizdan birida nogironlik mavjud bo'lsa va siz bu bo'yicha ma'lum bir kompensatsiyalar, masalan, kommunal to'lovlar uchun chegirmalar, dori-darmonlar uchun imtiyozlar, sanatoriy kurortga bepul yo'llanmalar yoki maxsus transport vositalari uchun subsidiyalar olish huquqiga ega bo'lsangiz, lekin hali ariza bermagan bo'lsangiz, siz o'z haqqingizdan quruq qolyapsiz. Aksariyat hollarda nogironlik pensiyasi avtomatik tarzda tayinlanishi mumkin. Ammo qo'shimcha imtiyozlar uchun alohida ariza talab qilinadi. Misol keltiramiz. Farg'ona shahrida yashovchi 70 yoshli Gulnora Aya Igi guruh nogironi. U nogironlik pensiyasi oladi. Lekin o'zi yolg'iz yashaydi va har oy kommunal to'lovlarni to'lash unga og'irlik qiladi. U qonun bo'yicha kommunal xizmatlar uchun e'tib banditgacha chegirmaga ega bo'lish huquqiga ega. Gulnora Aya pensiya berishyapti-ku, boshqa narsaga men aralashmayman deb o'ylab hech qanday ariza bermagan. Natijada u har oy 2 ming so'm kommunal to'lov to'lash o'rniga aslida atigi 5 ming so'm to'lash kerak edi. Har oy 5 ming so'm tejash Gulnora Aya uchun juda katta yordam bo'lardi. Bir yilda bu degani 1 million 500 ming so'm tejash. Buning uchun u shunchaki davlat xizmatlari markazga pasporti va nogironlik guvohnomasi bilan murojaat qilishi va tegishli ariza yozish kerak edi. Yoki o'zining farzandlariga yoki nabiralariga MyGov uz orqali elektron ariza yuborishni o'rgatishi mumkin edi. Bu pul unga dori-darmon yoki oziq-ovqat sotib olishga as ko'tardi. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning oilangizda nogironligi bor shaxs bo'lmasa yoki barcha imtiyozlar va kompensatsiyalar allaqachon rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir nogironligi bor shaxslar uchun qonunchilikda tez-tez o'zgarishlar bo'lishini
va yangi imtiyozlar joriy etilishi mumkinligini inobatga olib, vaqti bilan ma'lumotlarni tekshirib turish zarar qilmaydi. Uchinchi muhim to'lov turi bu ayrim toifadagi fuqarolarga uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya to'lovlari. Kim xavotirlanishi kerak? Faxriylar, Afg'oniston urushi qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, yolg'iz keksalar, agar nogironligi bo'lmasa ham va boshqa qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozli toifaga kiruvchi shaxslar. Agar siz shu toifaga kirib, lekin hozirgacha uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olmasangiz, siz davlat tomonidan beriladigan imtiyozdan foydalanmayapsiz. Misol tariqasida Namanganda yashovchi 5 yoshli Ikrom Ota 2 jahon urushi faxriysi. U har oy elektr energiyasi, gaz, suv va axlat yig'ish xizmatlari uchun to'liq to'lov qiladi. Holbuki qonunchilikka ko'ra Ikrom Otaga ushbu xizmatlar uchun to'lovning maqdimi miqdorida kompensatsiya to'lanishi kerak. Ikrom Ota, menga shuncha yil hech kim bermagan-ku, endi nima bo'lardi deb bu borada hech qanday harakat qilmagan. Natijada u har oy 1 ming so'm kompensatsiya pulidan mahrum bo'lib kelmoqda. Bir yilda bu degani 1.800.000 so'm. Bu pul ota uchun yangi kiyim, nabirlarga sovg'a yoki uyga ba'zi zaruriy narsalar sotib olish uchun yetarli bo'lardi. Otaxon davlat xizmatlari markaziga pasporti, faxriya guvohnomasi va oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma bilan murojaat qilish kerak edi xolos. Arza topshirilgandan so'ng tegishli tekshiruvlar o'tkazilib, u o'zining bank kartasiga har oy ushbu kompensatsiya mablag'larini olib turardi. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli to'yga kirmasangiz, unda sizga bu kompensatsiya to'lovi tegishli emas. Ammo eslatib o'taman, pensiyaga chiqqandan keyin ham ba'zi toifalar uchun imtiyozlar belgilanishi mumkin. Shuning uchun bu borada ma'lumotlarni yangilab turish har doim foydali. Bu 3 ta asosiy yo'nalish. Lekin bola tug'ilganlik uchun bir martalik nafaqa, dafn marosimi uchun bir martalik nafaqa kabi to'lovlar ham mavjud bo'lib, ularni olish uchun ham belgilangan muddatlarda arza topshirish shart. Bola tug'ilganlik nafaqasini bola tug'ilgan kundan boshlab 6 oy ichida olish mumkin. Dafn marosimi nafaqasi esa o'lim haqidagi guvohnoma olingan kundan boshlab 6 oy ichida olish mumkin. Agar siz shu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, ushbu to'lovlarni olish imkoniyatini yo'qotasiz. Endi esa ushbu jarayondagi ba'zi istisnolar, qaltis nuqtalar va uncha ko'zga tashlanmaydigan jihatlar haqida so'z yuritaylik, chunki shayton doim mayda detallarda yashaydi, deydilar. Bu nuanslarni bilmaslik sizni juda ko'p ovoragarchiliklarga va hatto haqli to'lovingizdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Birinchidan, muddatlar masalasi. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi nafaqalar va to'lovlar uchun aniq muddatlar belgilangan. Masalan, bola tug'ilganlik nafaqasi uchun 6 oy, dafn marosimi uchun ham 6 oy. Agar siz ushbu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, qo'ldan sizga bu mablag'lar berilmaydi. Bilmagan edim, eshitmagan edim degan bahonalar qabul qilinmaydi. Shuning uchun har qanday muhim hayotiy voqea, farzand tug'ilishi, yaqin kishining vafoti sodir bo'lishi bilanoq darhol qaysi nafaqa va yordam turlari sizga tegishli ekanligini davlat xizmatlari markazidan yoki MyGov.uz portalidan aniqlab olishni odat qiling. Muddatlarni o'tkazib yuborish millionlab so'mlik mablag'dan mahrum bo'lishingizga olib keladi. Ikkinchidan, hujjatlardagi kamchiliklar. Ariza bilan birga taqdim etiladigan hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi juda muhim. Pasport ma'lumotlari, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomalar, uy-joyga egalik huquqi bo'yicha hujjatlar, bank karta raqami, bularning hammasi bir-biriga mos kelishi va haqiqatga to'g'ri kelishi shart. Kichik bir xato, masalan, familiyangizdagi bir harfning noto'g'ri yozilishi yoki bank karta raqamingizdagi adashish ham arizangizni rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar eski hujjatlarni topshirib yuborishadi yoki uning amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Masalan, ishsiz deb ko'rsatilgan fuqaroning haqiqatda norasmiy daromadi borligi aniqlansa yoki oila tarkibi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berilsa, ariza rad etiladi va keyinchalik qayta murojaat qilish jarayoni yanada murakkablashishi mumkin. Bunday holatlarda davlat xizmatlari markazi xodimlari sizga nima uchun rad etilganini tushuntirib, kamchiliklarni bartaraf etish uchun vaqt beradi. Ammo bu baribir qo'shimcha vaqt va narx sarfidir. Yagona reyestrdagi o'zgarishlar va monitoring. Ijtimoiy himoya yagona reyestri tizim doimiy ravishda fuqarolarning ma'lumotlarini yangilab turadi. Agar sizga bir marta kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa tayinlangan bo'lsa,
Bu degani siz uni umrbod olasiz degani emas. Ma'lum bir muddatdan so'ng, odatda 6 yoki 12 oy tizim sizning oilangiz daromadlari, mulk holati va oila tarkibini qayta tekshiradi. Agar bu davrda sizning daromadlaringiz oshgan bo'lsa yoki oilangizdagi vaziyat yaxshilangan bo'lsa, nafaqa to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun har safar nafaqa muddati tugashiga yaqinlashganda qayta ariza topshirish yoki hech bo'lmaganda MyGov uz orqali o'z profilingizni tekshirib turish muhim. Aks holda siz avvalgidek pul kelishini kutib yurasiz, ammo mablag' kelmasligi mumkin sababi tizim sizni endi kam ta'minlangan deb hisoblamaydi. 4-dan raqamli sotqonlikdagi tafovut. Hozirgi kunda davlat xizmatlarining aksariyati elektron shaklga o'tgan. MyGov uz portali orqali ariza topshirish jarayoni ancha soddalashtirilgan va qulay. Lekin hamma ham internetdan foydalana olmaydi. Kompyuterni tushunmaydi yoki elektron imzo olishni bilmaydi. Bu esa ba'zi fuqarolar uchun jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ular men bilmayman, mening qo'limdan kelmaydi deb o'z haqqidan voz kechishga majbur bo'lishadi. Bunday holatlarda farzandlar, nabiralar yoki mahalladagi yoshlardan yordam so'rash kerak. Yoki eng oddiy va ishonchli yo'l davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qilish. U yerda mutaxassislar sizga barcha jarayonlarni tushuntirib, elektron ariza topshirishda yordam berishadi. 5-dan bürokratik jarayonlar va kechikishlar. Garchi tizim doimiy ravishda takomillashtirilib borilsa-da, ba'zi hollarda arizalarni ko'rib chiqishda kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu texnik nosozliklar, hujjatlarni qo'shimcha tekshirish zarurati yoki xodimlar ish yukining ortiqligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday kechikishlar sizni charchatmasligi kerak. Ariza topshirganingizdan keyin uning holatini muntazam ravishda MyGov orqali yoki davlat xizmatlari markaziga qo'ng'iroq qilib tekshirib turish kerak. Agar uzoq vaqt davomida javob bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, ijtimoiy himoya agentligiga, xalq qabulxonasiga murojaat qilishdan tortinmaslik lozim. 6-dan avtomatik degan noto'g'ri tushuncha. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'pchilik men falon guruhga kiraman, demak menga o'zi beradi. Yoki qarang, qo'shnimga avtomatik kelibdi deb o'ylaydi. Lekin bu yangi tizimda deyarli yo'q qilingan. Hatto sizga avvalgi tizimda avtomatik ravishda biror narsa tayinlangan bo'lsa ham, endi u to'xtatilgan va sizdan yangi qoidalar bo'yicha ariza topshirishingiz talab etiladi. Bu o'zgarishlar haqida ko'pchilik yetarlicha xabardor emas. Shuning uchun kimdir menga o'zi aytadi degan kutish bilan qolib ketmang, faol bo'ling. 7-dan turli idoralar o'rtasidagi chalkashliklar. Ba'zi fuqarolar qaysi nafaqa uchun qaysi idoraga murojaat qilishni bilmay chalkashib ketishadi. Masalan, pensiya masalalari pensiya jamg'armasi tasarrufida bo'lsa, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqalar ijtimoiy himoya agentligi tasarrufida va davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Bolalar nafaqasi ham shu tizimda. Lekin umuman olganda hozirda aksariyat ijtimoiy to'lovlar uchun murojaat qilishning birinchi manzili davlat xizmatlari markazlari yoki MyGov portali hisoblanadi. Bu ikkita manba orqali siz deyarli barcha ijtimoiy xizmatlar uchun ariza topshirishingiz mumkin. Shuning uchun qayerga borishni bilmasangiz, eng avvalo davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda sizga to'g'ri yo'nalish beriladi. Mana shu nozik jihatlarni inobatga olsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan har qanday to'lovni muvaffaqiyatli olishingiz ehtimoli sezilarli darajada ortadi. Bu mayda detallar yordamga muhtoj insonlarning davlat ko'magiga osonlikcha erishishini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam, o'zingizni yoki oila a'zolaringizni qaysi toifaga kirishini aniqlang. Siz kam ta'minlangan oilamisiz? Oilangizda nogironlik bor shaxs bormi? Siz faxriymisiz? Yolg'iz keksa kishimisiz? Yoki sizda bola tug'ilganmi? Yaqin kishingiz vafot etganmi? Shu savollarga javob bering. Agar javobingiz ha bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. Agar siz shunchaki daromadingiz yetarli deb hisoblasangiz ham, oila daromadini hisoblab ko'ring. Ba'zan odamlar o'zlarini kam ta'minlangan deb hisoblamasa-da rasmiy ko'rsatkichlar bo'yicha ular aslida haqli bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Ariza topshirish uchun sizga qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkinligini bilish muhim. Asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha: BIK, fuqarolik pasporti yoki ID karta o'zingizniki va oila a'zolaringizniki, agar talab qilinsa. 2. Astos tug'ilganlik haqidagi guvohnoma farzandlaringizniki. Bola nafaqasi uchun bu shart.
30 nikoh guvohnomasi agar turmush qurgan bo'lsangiz, 430 daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Astirish oilaning barcha ishlaydigan a'zolarining oxirgi 12 oy yoki talab qilingan boshqa muddatdagi daromadlari haqida ish joyidan ma'lumotnoma. Agar norasmiy ishlasangiz yoki ishsiz bo'lsangiz, bu haqda arizada ko'rsatiladi. Pensiya oluvchilar uchun pensiya miqdori avtomatik tarzda tizimga kiritiladi. 5. Mulkka egalik huquqi to'g'risidagi hujjatlar, uy-joy, avtomobil va boshqa mol-mulkning kadastr hujjatlari. 6. Bank karta rekvizitlari. Astirish nafaqalar va to'lovlar o'tkazilishi uchun o'zingizning plastik karta raqamingiz. 7. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, 8. Faxriy guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. O'lim haqidagi guvohnoma dafn marosimi nafaqasi uchun. Bu hujjatlarning barchasini to'plang va ularning nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ayniqsa daromad haqidagi ma'lumotnoma va mulk hujjatlari juda muhim. Tizim bu ma'lumotlarni turli idoralar, soliq idorasi, kadastr, banklar bilan avtomatik ravishda tekshiradi. 3-qadam ariza topshirish manzili. Qayerga borish yoki qayerdan murojaat qilish kerak? Sizda ikkita asosiy yo'l bor. Men asterisk elektron tarzda MyGov.uz orqali bu eng qulay va tezkor usul. Agar sizda elektron raqamli imzo eğer mavjud bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, uyda o'tirib MyGov.uz portaliga kiring. Ijtimoiy himoya bo'limiga o'ting va o'zingizga kerakli xizmatni tanlang. Ekrandagi ko'rsatmalarga amal qilib, barcha kerakli ma'lumotlarni kiriting va hujjatlarning elektron nusxalarini yuklang. Arizangiz avtomatik tarzda tegishli idoraga yuboriladi. Eri olish ham hozirda davlat xizmatlari markazlarida yoki onlayn tarzda amalga oshiriladi. 2 astalik davlat xizmatlari markazlari DXM orqali. Agar sizda eri bo'lmasa yoki internetdan foydalanishga qiynalsangiz, yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga shaxsan boring. Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlar bilan borishingiz kerak bo'ladi. U yerdagi mutaxassislar sizga ariza shaklini to'ldirishda yordam berishadi va barcha kerakli ma'lumotlarni elektron tizimga kiritib berishadi. Bu usul eng ishonchli va ko'pchilik uchun qulaydir. Mahalla fuqarolar yig'inlari MFga ham ba'zi hollarda murojaatlarni qabul qilishi mumkin, lekin asosiy platforma baribir DXM yoki MyGov.uz hisoblanadi. Pensiya masalalari uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish mumkin. 4-qadam ariza yozish. Nima yozish kerak? DXMga borganingizda ular sizga tayyor ariza shaklini berishadi. Siz shunchaki shaxsiy ma'lumotlaringizni, oila tarkibini, daromad manbalarini va aynan qaysi turdagi yordamni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Ariza oddiy va tushunarli tilda yoziladi. Muhimi, hech qanday ma'lumotni yashirmang va yolg'on ma'lumot bermang. Chunki barcha ma'lumotlar tizim orqali tekshiriladi. Agar siz elektron ariza topshirsangiz, bu jarayon yanada sodda bo'ladi. Siz faqatgina tegishli joylarga ma'lumotlarni kiritasiz. 5-qadam arizaning holatini kuzatish va javob kutish. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatga olingani haqida xabar keladi va arizangizga raqam beriladi. MyGov.uz portali orqali yoki DXMga qayta murojaat qilib, arizangizning qaysi bosqichda ekanligini kuzatib borishingiz mumkin. Ko'rib chiqish muddati har bir xizmat turi uchun o'zgacha bo'ladi. Odatda 15 kundan 30 kungacha. Agar arizangiz qanoatlantirilsa, sizga xabar keladi va mablag'lar ko'rsatilgan bank kartangizga o'tkaziladi. Agar rad etilsa, rad etilish sababi tushuntiriladi. 6-qadam. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, xavotirlanmang. Sizga rad etilish sababi tushuntiriladi. Balki qandaydir hujjat yetishmayotgandir. Yoki daromad ma'lumotlarida chalkashlik bordir. Sabablarni o'rganib chiqing, kamchiliklarni bartaraf eting va qayta ariza topshirishingiz mumkin. Agar siz rad etilish sababi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish huquqingiz bor. Bu Ijtimoiy himoya agentligi, Adliya vazirligi yoki O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi bo'lishi mumkin. Unutmang, bu jarayonlar sizning haqlaringizni himoya qilish va davlat yordamini chindan ham muhtojlarga yetkazish uchun yaratilgan. Sizning faolligingiz va ma'lumotlarga ega bo'lishingiz o'z haqqingizni olishingiz uchun kalit hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda siz bilan davlat tomonidan ajratiladigan, ammo ariza topshirmasdan olinmaydigan muhim to'lovlar, nafaqalar va ijtimoiy yordam turlari haqida atroflicha suhbatlashdik. Sizga avvalgi tizimdan hozirgi shaffof va manzilli tizimga o'tish sabablari, buning natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlar aniq misollar. Qaltis nuqtalar va eng muhimi,
har bir qadamda nima qilish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berdim. Esingizda tuting, davlat sizga yordam berishga tayyor, ammo siz o'zingizning ehtiyojingizni bildirmas ekansiz. Bu yordam sizga yetib bormasligi mumkin. O'z haqqingizni talab qiling, unga erishish uchun faollik ko'rsating. Bu ma'lumotlarni o'zingiz bilan birga yaqinlaringizga ham yetkazing. Chunki ehtimol ular ham bu muhim nuanslardan bexabar bo'lishi mumkin. Kim biladi, balki aynan sizning yordamingiz tufayli kimdir katta miqdordagi mablag'dan mahrum bo'lmay qolar. Bugungi video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda savollar yoki o'z tajribangiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa foydalanuvchilar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.